O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan haftaning har payshanba kuni korxona va tashkilotlarda yoshlar kuni sifatida belgilangan bo'lib, uning doirasida yoshlar bilan muloqotlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashida bo'lib o'tgan rahbar va yoshlar uchrashuvi misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Uchrashuvda Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashi rahbariyati umumiy o'rta hamda professional ta'lim muassasalari o'quvchilariga tashkilot tomonidan aholi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida sportning texnik va amaliy turlarini ommalashtirish, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumotlar berdi. Namoyish etilgan video lavhalar yoshlarda tashkilot faoliyati to'g'risidagi tasavvurlarining oshishiga xizmat qildi. Uchrashuv davomida bir qator yoshlar Vatanparvar tashkiloti sport seksiyalariga va tashkilot a'zoligiga qabul qilindi. Respublika va xalqaro sport musobaqalarida yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib kelayotgan tashkilot sportchilariga faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alar topshirildi. O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkilotining sportning texnik amaliy sport turlari bo'yicha, ya'ni aviamodel, raketa model sport turi bo'yicha shug'ullanib kelmoqdaman. Shu kunga qadar juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi, xalqaro musobaqalarda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdim. 2024-yilda O'zbekiston prezidenti tomonidan tashkil qilingan prezident stipendiyasi sovrindori bo'ldim. Biz yoshlar harakat qilishda, intilishda, yanada yuqori martabalarga erishishga, yuqori cho'qqilarga erishishga har doim harakatda bo'lishimiz kerak. Barcha yoshlarni O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkilotiga kutib qolaman. Uchrashuv ishtirokchilarida tashkilotning o'quv avtodromi va zamonaviy avtomobillari hamda motokross, karting, triatlon, biatlon, pnevmatik quroldan o'q otish, raketa model, aviamodel va kema model bo'yicha sport seksiyalari ko'rgazmalari unutilmas taassurot qoldirdi.